hali turmushga chiqmagan qizlarimizga opali maslahat bermoqchiman. Qimmat, chiroyli, sifatli tovarlarni, shaxsan misol uchun oyoq kiyimlarni to'ydan oldin oldirtirib olinglar. To'ydan keyin o'rtoqlar, realni gapni boshimdan o'tgan. To'ydan keyin yalinib yolvorsanglar ham unaqa pul sarflagingiz kelmaydi. Ko'p va'dalar bersa ishonib o'tirmanglar. To'ydan keyin aytishadiki, to'ydan oldin kelin kuyov hop, to'ydan keyin kuyov hop. Shunaqasi bor, bilasan, shunaqa deyshadi. Aniq bilaman. O'shaning uchun rahm shafqat qilmasdan eng zo'rlarini, eng yaxshilarini o'zingiz uchun xarid qilib olinglar. Sarpaligi shunaqangi zo'rlaridan olib kelganmiz. Orqalari ham yopuvdi, shunaqangi chiroyli ko'rinadi o'rtoqlar. Shaxsan menga oyog'i orqasini ko'rsatib kiyish yoqmaydi-da. Mana shunaqa yopuvlari juda ham yoqadi. Sizga ham yoqsa, tezda xarid qilib olinglar. Shunaqangi sevasizlar.